Salom. Bu men James Jake, dunyoning eng yaxshi tahlilchisi. O'z davrining eng zo'ri. Bugun sizlar bilan o'tgan hafta o'yinlari haqida dildan suhbat quramiz. Albatta, birinchi o'rinda dunyoning eng kuchli chempionatlaridan va eng raqobatbardosh deb muxlislar tomonidan ataluvchi, yakunda baribir City chempion bo'ladigan chempionat haqida gaplashamiz. Hatto oxirgi 5 yildan 4 tasida shunaqa. Xo'p, birinchi bo'lib Corner FC va Fulham o'rtasida London derbisi. Bu o'yinda kutilganidek bo'lmadi. Arsenal ajoyib boshladi. Birinchi taymni super o'tkazdi. Taymni o'zida 3-0. 2dan ortiq XG Arsenalda. Ikkinchi taymga jamoalar qaytib chiqmadi. Bukayo Saka o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. O'ziga gol va assist yozdirib qo'ydi. Ikkinchi o'yin Ingliz klassikosi. Tarixiy tillarda doston, hoziri musor bo'lgan Manchester United va hozirini dabdala qilayotgan Liverpool. Bu o'yinda kutilgan va kutilmagan voqealarga boy o'tdi. Yaxshi formada kelgan Manchester tarkibida mahalla bollari va sabazlay bo'lgan Liverpoolni 3-2 hisobida mag'lub etdi. O'yinga kelsak, Manchester United shunday kuchli boshladiki, 14-minutga kelib 2 ta gol urib bo'ldi. Hatto bunday biznes boshlanishidan keyin Sir Alex Ferguson stadiondan больницаga ketgan degan xabarlar chiqib boshladi. Ikkinchi taymda Liverpool ozgina reaksiya berdi. Sabaslar juda biznes harakat qildi. Liverpool hisobni tenglashtirdi, lekin o'yin shunday tugaganda Adolat opa xafa bo'lardi. Statistikaga qaraganimizda United bu o'yinda yutishga haqli edi va 77-daqiqada Sheshkoning goli evaziga yutdi va Chempionlar Ligasi yo'llanmasini hal qildi. O'yinda eng zo'ri Bruno Fernandes bo'ldi va 19-assistini berdi. Va rekordgacha bitta assist kifoya. Endi navbat shporlarga. Ular sensatsion tarzda ketma-ket ikkinchi o'yinda yutishdi va faxrli 17-o'ringa chiqishdi. Qolgan o'yinlarni o'zingiz telefoningizda ko'rishingiz mumkin. Bugun esa Manchester City bilan Chelsea o'ynaydi. Ular yutishga majbur. Chunki agar ikkovi ochko yo'qotadigan bo'lsa, Manchester City chempionlikdan deyarli mahrum bo'ladi. Chelsea esa Yevrokuboklar haqida umuman o'ylashni to'xtatadi. Endi navbat ikki yarimta komandali chempionatga. La Ligada birinchi bo'lib Harambal otasi Atletico Madrid Bobul Akmalovni komandasi bilan o'ynadi. Itam tanimaydigan futbolchilar bilan 0-2 hisobida yutdi. Bor e'tiborini Chempionlar Ligasiga qaratgan albatta. Ikkinchi o'yinda Osasuna bilan Cho'loq Barselona o'ynadi. O'yin juda qiziq bo'lmadi. Uxlab qolay deb ko'rdim. Faqatgina 81-minutda Leva ota hisobni ochdi. Keyin Akula bitta gol urdi. 88-minutga kelib Osasuna Barsa muxlislariga Valid olishni taklif qildi. Lekin baribir Barsa Gerard Maldinining ishonchli o'yinlari evaziga hisobni ushlab qoldi va bir kam chempion. Tushunib turganingizdek, navbatdagi o'yin Real Madrid haqida. Ko'ngli jarohatlangan diktator Mbappe Italiyada jonkasi bilan licheniya olayotgan bir paytda Camp Nouda Barsaga yo'lakcha ochmaslik uchun Real jonini berdi. Espanyol maydonda 0-2 hisobida yutdi. O'yinda oltin to'p egasi Vini biznes o'ynab yubordi, dubl qayd etdi. Va kim aslida kimligini ko'rsatib qo'ydi va 10 ball bilan o'yin geroyi bo'ldi. Qolgan o'yinlar esa bo'lib o'tdi. To'g'risi bilmayman nima bo'lganini. Keyingi turda 10-mayda mayda-chuyda o'yinlardan tashqari El Clasico bo'ladi. Real sharmanda bo'lmasligi uchun o'ynaydi va yaxshi imkoniyatga ega. Chunki diktator Mbappe toshbaqa birinchi bunga izn bergan. O'zi tushmaydi. Endi navbatdagi chempionat qariyalar dispanseri bo'lgan A Seriyaga. Bu yerda hamma komanda maksimum harakat qilib birlashib kelishgan holda Interni 21-marta Italiyaning eng kuchli komandasi qilishdi. Nega uni deyapman? Napoli bilan Milan ozgina chempionlik uchun harakat qilgan ikkita klub chempionatdan zerikishdi va tugatib qo'yishdi, kelishib olishdi. Napoli Fabriksning komandasiga qarshi o'yinga tushmay qo'yaverdi va durang qayd etdi. Endi umid Milanda qolgandi. Milan esa qo'shnilarini qo'llab-qo'ltiqlash uchun Sassuologa 2-0 hisobida yutqazdi. Inter bilan bir tom ostidamiz deb Tomori qizil olib chiqib ketdi. Interni 8 ta muxlisini tabriklaymiz. Navbatni Fransiya va nemis chempionatlariga beramiz. Bu yerda har doimgidek hammasi hal bo'lgan. PSG akademiyadagi bolalar bilan Lorentga 1 ochko podarka qildi. Bavariya esa Heidenheim bilan kambekni trenirovka qilib oldi va 3-3 hisobda durang qayd etdi. Albatta, PSG ham, Bavariya ham bor e'tiborini chorshanba kungi Chempionlar Ligasidagi solasolga qaratilgan. Bizni yana bitta biznes o'yin kutyapti deb umid qilaman. Albatta, Fransiya va Germaniya chempionatlarida aytish mumkin bo'lgan voqealar shular va kutib oling. Barcha ligalarning bezagi bo'lgan
Afrika va Bolqon o'yinchilari har doim bu ligaga kelishni orzu qiladigan chempionat Superliga haqida gaplashamiz.